No, botire içik. Içik, baga. Kecha 10-mart kuni kechqurun Isroilning shimoliy va markaziy hududlari keng ko'lamli raketa hujumiga uchradi. Bu haqda Deutsche Welle xabar berdi. Isroil mudofaa armiyasi ma'lumotiga ko'ra, mamlakat hududiga Hizbulloh tomonidan taxminan 150 ta raketa uchirilgan. Shimol va markaziy shaharlarda havo tahdidi sirenalari yangragan. Hayfada ham dronlar orqali ehtimoliy hujumlar haqida ogohlantirishlar qayd etilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hujumlar oqibatida kamida 2 kishi jarohatlangan. Hizbulloh bayonotida hujumning maqsadi Isroilning harbiy obyektlari va chegara hududidagi aholi punktlari bo'lganligi ta'kidlangan. Harakat vakillari ushbu hududlarda yashovchilardan uylardan chiqishni so'ragan. Isroil harbiylari tez orada Bayrutdagi Hizbulloh obyektlariga qarshi javob operatsiyasi boshlaganini xabar qilgan. Sahal ma'lumotiga ko'ra, havo zarbalari oqibatida harakatning Dahiya hududidagi pozitsiyalari nishonga olingan. Bu hudud uning asosiy markazlaridan biri hisoblanadi. Isroil armiyasi hujumlar davomida harakatning taxminan 10 shtabi va raketa uchirish qurilmalari nishonga olinganini bildirgan. Livan poytaxti aholisi ijtimoiy tarmoqlarda portlashlar va shaharning bir necha hududida ko'tarilgan tutunlarni tasvirlovchi videolarni joylashtirgan. Livandan keyingi hujumlardan so'ng Isroil harbiylari Eron hududidan ballistik raketalar uchirilganini qayd etgan. Sahal ma'lumotiga ko'ra, havo mudofaa tizimlari barcha raketalarni yo'q qilgan. Keyinchalik Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bayonot berib, Isroilga hujum Hizbulloh bilan hamkorlikdagi va muvofiqlashtirilgan operatsiya ekanligini aytgan. Isroil rasmiylari bu ma'lumotni tasdiqlamagan. Tun davomida Isroil yana Livandan hujumlarga uchragan. Bu safar uzoq masofali raketalar ishlatilgan. Tel Aviv va markaziy shaharlarda sirenalar yangragan. Shuningdek, Eron hududidan yana bir ballistik raketa uchirilgani xabar qilingan. Undan so'ng Isroil armiyasi javob zarbalari berilganini e'lon qilgan. Krokusdagi teraktni uyushtirganlarga hukm o'qildi. Bugun 12-mart kuni Rossiya 2-g'arbiy okrug harbiy sudi Moskva viloyatidagi Krokus City Hall majmuasida sodir etilgan teraktning 4 nafar bevosita ijrochisini umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qildi. Bu haqda Interfax xabar berdi. Fariduni, Mirzoyev, Fayzov va Rajab Alizoda aybdor deb topilsin va ularga umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin deya hukmni o'qib eshittirgan sudya. Shuningdek, sud ularning har biriga 990 ming rubl miqdorida jarima tayinlagan. Mahkumlar jazoni alohida tartibli koloniyada o'taydi. Shuningdek, Umidjon va Mustaqim Soliyevlar, Shahramjon Gadoyev, Zubaydullo Ismoilov, Husayn Hamidov, Muhammad Sharifzoda, Yoqubjon Yusufzoda, Nazrimat Mutfulloyi, Jumaxon Qurbonov, Husan Medov va Jabroil Aushov ham umrbod ozodlikdan mahrum etish jazosini olgan. Terakt ijrochilariga turar joyni ijaraga bergan Alisher Qosimov 22 yil 10 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Uning Moskva viloyatidagi kvartirasi musodara etilgan. Ularga avtomobil sotgan Isroil, Dilovar va Aminjon Islomovlar esa 19 yil 11 oy muddatga hukm qilingan. Ish bo'yicha ayblanuvchilar terakt sodir etish, terrorchilik faoliyatiga ko'maklashish, terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida o'quvdan o'tish va boshqa jinoyatlarda aybdor deb topilgan. Kun Zamon kanaliga obuna bo'ling.